Qabulimga bemor keldilar. Yoshlari 60 dan oshgan. O'g'illari bilan keldilar. O'zlari kayfiyatlari yo'q. Men sirroz bo'ldim. Men ko'p yashamas ekanman. Sirrozni davolasa bo'ladimi? Nima holat menda deb juda ham xafa bo'lib keldilar. Bu ayolni tahlillarini o'rgansak, rostdan ham qondagi viruslari yo'q ekan. Autoimmun kasallikka o'rgandik. Vilson-Konovalov kasalligi bor, boshqa kasalliklar bor, shu jigari sirroz holati olib keladigan. Lekin bu ayolda jigar sirrozi aniqlanmagan. Ular birinchi bo'lib fibroskan qildirdilar. Fibroskonda ko'rsatkichi 15 dan yuqori ko'rsatgan va o'qib ko'rsalar 15 dan yuqori bo'lsa, bu jigar sirrozi alomatlari degan xulosani o'qib shu o'zlariga tashxis qo'yibdilar. Men sirroz kasalligi bo'lib qoldim. Lekin bu opada sirroz holati emas edi. Qo'shimcha tahlillar qilganimizda u opada xolestas sindromi. Xolestas sindromini hozir klinik belgilarini oz aytib ketaman, lekin qondagi o'zgarishlarni faqat bemor shifokorga kelganda bittalab tushuntirib aytish kerak. Hozir ommaga aytish noto'g'ri bo'lsa kerakdir deb o'ylayman. Bu opaning shikoyatlari nima bo'lgan? Tez charchash, holsizlik, ovqatlarni yaxshi hazm qila olmaslik, ozgina ovqat yeb to'yib qolish holati. Ya'ni qabziyat. Ishlari 4-5 kunda bir marta kelardi. Suvni yaxshi ichasizmi desam, suvni ham kam ichar ekanlar. Sirroz bo'lib qoldim deb eshitganlaridan keyin suvni umuman 1 litrgacha kamaytiribdilar. Yana savol bersak, bu ayol boshqa kasalliklardan ham ko'p davolanar ekanlar va kuniga sanab chiqsak 8 ta yoki 9 ta dori vosita qabul qilar ekanlar. Shunda ishqoriy fosfataza, gamma-glutamil transpeptidaza degan qo'shimcha testlar o'tkazganimizda ular yuqori chiqqan. Va bu bemorda tashxis qo'yilgan xolestatik sindrom va davo buyurilgan. 6 oy davolanganlaridan keyin holatlari yaxshilangan, ich kelishi yaxshi bo'lgan, ovqat hazm qilishlari joyiga tushdi, qorinda damlanish qaytib ketdi. Va boshqatdan shu fibroskonga tushganlarida fibroskan ko'rsatkichlari ancha kam ko'rsatibdi. Nima uchun oldin fibroskan yuqori bo'lgan, keyin kamaygan? Bu nima uchun? Chunki jigar ichida safro to'planib qolgan, yaxshi ajralmagan. Shu to'planib qolgan va shuni natijasida jigar hujayrasining ichida o'zgarishlar paydo bo'lgan hisobiga fibroskan, ya'ni katta ko'rsatkich bergan. Xolestas nimadan paydo bo'lishi mumkin? Ko'p dori ichish natijasida. Tadqiqotlar o'tkazilganda Amerikada eng ko'p shu jigar zararlaydigan va xolestas chiqaradigan holati chaqiradigan vositalar bu antibiotiklar bo'lgan ekan. Boshqa davlatda og'riq qoldiruvchi dorilar yoki shamollashga qarshi dorilar. Ikkinchi o'rinda bu biologik aktiv qo'shimchalar. Bizning bemorlarimiz kalsiy, magniy, vitamin D, vitamin A yoki boshqa vitamin komplekslar qo'shimcha Amerikadan keltirilgan biologik aktiv dobavkalar olib ichishadi. Doktor yozib berganmi yoki kim tavsiya qilgansa, yo'q, mana tanishim ichar ekan, men ham olib ichdim. Mani qarindoshim firmada ishlaydi, firmadan menga olib kelib berdi, juda ham foydasi yaxshi ekan deb ichibman dedi. Lekin bu har bitta dorini o'zina zarari bor. Bu dori hammasi biologik aktiv qo'shimcha. Biologik aktiv qo'shimcha oz miqdorda yoki biz aniqlagan bo'lsak, masalan, organizmda magniy yetishmayapti. Mana o'shanda magniy ichish kerak. Organizmda folik kislotasi yetishmayapti. O'sha moddani qabul qilsak, u foydali bo'ladi. Lekin bilmasdan turib ko'p miqdorda mineral va vitaminlarni qabul qilish bu jigarga va organizmga zarar bo'ladi. Bu hamma qabul qilgan moddalarni bizning jigar parchalash kerak. Va safroni tarkibida o'sha moddalar ko'payib ketadi. Organizmga tushgan moddalar parchalanib chiqib ketish kerak. Ikkita yo'li bilan. Yoki bu axlat orqali, yoki bu siydik orqali. Yog'da eruvchan moddalar ichak orqali chiqib ketar ekan axlat bilan.
Suvda eriydigan moddalar buyrak orqali. Qarangki, 80% moddalar yog'da eruvchan moddalar bo'lar ekan. U qanaqa qilib ichagimizdan chiqib ketadi? Bu ichakdan qonga so'riladi, qondan jigarga boradi, jigardan safro bilan tarkibida yana ichakka tushib, ichakdan chiqib ketadi. Agar shu moddalar yod, ziyon moddalarni ko'p iste'mol qiladigan bo'lsak, safroni tarkibi o'zgarib, u safroni o'zi jigarga zarar yetkazisha boshlaydi. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish, shu vitamin, mineral, aktiv qo'shimchalarni faqat shifokor nazoratida qabul qilish kerak. Yana bitta bemorimizni aytib beraman. Murojaat qildilar, operatsiyaga borishlari kerak, ko'z operatsiyasiga. Lekin fermentlari oshiq, ya'ni ALT 60, AST 80. Bu bemorimizda viruslar yo'q, alkogol iste'mol qilmas ekanlar. Nima sababli fermentlar oshiq? Vaznlari ham ortiqcha emas, semizlik yo'q. Surishtirsak, bu ayol 2 yil davomida vitamin D ni juda ham yuqori dozada qabul qilar ekanlar. Vitamin D ni qachondir shifokor yozib bergan va nazoratga kelasiz deganda bormaganlar va shu dozani davom ettiraverganlar. U передозировка, ya'ni me'yordan ortiqcha vitamin D organizmga kirgan va u jigar hujayrasini parchalashga boshlagan. Shuni natijasida bemor qonda ferment oshgan. Bu bemorga vitamin D ni bartaraf qildik, to'g'ri ovqatlanishni tavsiya qildik va 2 haftadan keyin yana qabulimizga kelasiz dedik. 2 haftadan keyin tekshirsak, ferment joyiga tushdi. Ya'ni ALT, AST me'yorlashdi va bu bemorga xirurgik muolaja uchun tavsiya berdik. Biologik aktiv qo'shimchalar, vitamin, mineral yoki boshqa dori vositalarini faqat shifokor tavsiyasi bilan qabul qilish kerak va shifokor qayta nazoratda 2, 3, 4 oydan keyin kelib analiz topshirishingiz kerak degan bo'lsa, albatta shunga amal qilish kerak. Chunki foydali narsaga ham ko'p miqdorda iste'mol qilsa, u zaharga aylanishi mumkin. Rahmat.